Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Yaxshi yuribsizlarmi? Hozir sizlarga kurk tovug'imni ko'rsatyapman. Tuxum bosib yotibdi. Aslida inkubatordan chiqqan tovuqlar kurki bo'lishi qiyin bo'ladi. Keyin kurki bo'lganda ham oxirigacha yetkazmay turib ketadi juda ko'p mahallarda. Lekin o'tgan yildan avvalgi yili olgan 2 yil bo'lyapti. Jo'jalarim o'tgan yildan boshlab kurki bo'ldi. Ular taxminan 10 dan ortiq tovuq kurki bo'lib, ularni bolalari bilan juda ko'pini 10 ta, 8 ta, 9 ta bolasi bilan onasini va bolasini qo'shib sotib yubordim. Hozir qolgan tovuqlarim ham mana birin-ketin kurki bo'lyapti. Qishda kurki mahalda tuxumlarni olib qo'yib, bularga bosib yotishiga yo'l qo'ymadik, sababi sovuqda sharoit qilib bera olmasligimiz mumkin edi. Hozir mana bahor juda ham ayni vaqt bularga. Kurki bo'ldimi? Agar ko'proq tovuqlar bo'lsa, bularni joyini albatta alohida qilish kerak. Mana yashillardan yasab, mana bunday mato bilan biroz qorong'i qilib qo'ydik. Kunduzi biroz qorong'i turadi. Bemalol yotadi. Kunduzi mana bunday eshiklarini ochib qo'yamiz. Tashqariga chiqib, aylanib, chigalini yozib, yana qaytib kirib ketadi. Donlarini, suvlarini bularga alohida qo'yamiz. Общий tovuqlarga qo'shsak, ular yangi tuxumni yoniga tug'ib yuboradi, hamda tuxumlarni hammasini ham bosib yota olmaydi. Ularga kerakli tuxumni bir kechada qo'yamiz, kechasida ajratib tovuqlarni ichidan olib chiqamiz va alohida joyga o'ziga moslab joy qilib, men yashillarga somon solib, tuxumlarni qo'yib, qorong'ida olib chiqib qo'yganman. Ertasi kuni biroz yotmasdan turdi-da, keyin buni eshigini yopib qo'ygandik. Ko'nib yotib, shu bo'yicha mana hozir taxminan 1 hafta bo'ldi. Mana kechqurunda yopib qo'yamiz. Bularni tovuqlardan ajratib qo'yamiz. Tovuqlardan ajratmasak, tuxumlariga kelib yana qo'shimcha tug'ib ketishi mumkin boshqa tovuqlar. Hamda hamma tuxumni ham ocha olmaydi. Hozir bir kunda qo'ygan tuxumlarimiz bir mahalda ochib chiqadi, xudo xolasa. Mana yana keyingi kurki bo'ladigan tovuqlarga hozircha mana tayyor joy qilib qo'yganmiz. Mos paxta ham bo'ladi, somon ham bo'ladi. Hozircha kunduzi bunga tug'ishadi. Tovuqlarni bu tomonlarga chiqarganimizda albatta kurki tovuqni katagini yopib qo'yib turamiz. Hamda shularga moslashib, shularga tug'ishi uchun sharoit yaratib beramiz. Hozircha tuxumlarni olib qo'ydik. Xudo xolasa erta-indin yana boshqa tovuqlarni ham, kurki bo'lib qolgan tovuqlarga ham tuxum qo'yamiz. Mana bu yerda ham tuxum tug'adigan joyga ko'proq kechalari kelib yotib oladi kurki tovuqlar. Agar birorta tuxum ko'p qo'ysak, shunda yotadi. Bularning ichida kurki bo'lib qolganlari bor. Ertadan xudo xolasa harakat qilib, ularni alohida qo'yamiz. Kurki tovuqlarga qo'yiladigan tuxum iloji boricha 2 yoshli tovuqlarga bo'lsa, katta to'liq bo'ladi. Undan tashqari xo'roz 10 ta tovuqqa bittadan xo'roz bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. O'shanda ochib chiqishi foizi yuqori bo'ladi. Hamda u keyin mana bunday yiriroq tovuqlarga ham bog'liq. Yiriroq tovuqlar ko'proq tuxumni ochib chiqa oladi. O'tgan yili lekin nozik tovuqlarimiz ham ochib chiqqan. Bu yil ham endi asta qo'yib, ularga albatta alohida qarov kerak. Kurki bo'lib qolgan tovuq tegidagi tuxumni bermaydi, o'rnidan turmay qo'yadi. O'shunda aniq kurki bo'lib yotgan bo'ladi. Ungacha yotib, uzoqroq yotib turib ketadiganlar ham ko'p bo'ladi. Hozircha mana shu tovuqimiz faqat kurki, qolganlari ham harakatda. Ertadan astoydil harakat qilamiz. Ularga vitaminliroq
narsalarni, ya'ni mevalarni, po'choqlarini, olma, bodring, pomidorlar po'choqlarini, kartoshka, piyoz, sabzini, po'choqlarni mayda qilib to'rg'ab vitaminlar ko'paytiramiz. O'tlardan yulib solib qo'yamiz. Hamda bug'doy bilan birga oqshoqlari qaynatib qo'yganmiz gurchilarni. O'shalarni kepakka aralashtirib, xudo xolasa yemlarni baquvvat qilamiz. Qolganlari ham tez kunlarda shunday tuxum bosib yotib, jo'ja ochib chiqadi inshaalloh. Sizlarda ham tovuqlar bormi? Kimlar tovuqlari nechtadan jo'ja ochib chiqdi? Qanaqa tovuqlar zotlari bor? Men zotlarini bilmayman. Bu Andijon qora tovuqlari. Bularni jo'jalarini berganda, birinchi safar jo'ja olganimda 4 yil boqqanlarim ham kurki bo'lmagandi. Kurki bo'lsa ham 2-3 kunda yozilib ketib, oxirigacha yotmay turib ketgandi. Lekin keyingi olgan 50 ta jo'jamdan taxminan 30 tachasi tovuqlarida, o'sha 30 tacha tovuqdan 25 tacha tovuq o'tgan yili kurki bo'lgan. Bu yil yaxshi umid qilib turibmiz, yana ko'proq kurki bo'ladi degan. Aynan shu paytda kurki bo'lgandi. Shu paytdan boshlab asta-asta kurki bo'lib ochib chiqqandi. Umid qilib turibmiz, bu yil ham ko'plab jo'jalar ochib chiqadi. Ochib chiqqandan keyin jo'jalarni ham ko'rsataman. Hozir buni bezovta qilgim yo'q. Sizlarda ham tan joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlarni fikrlaringlarni bildiringlar. Gullar haqida, ekinlar haqida bilgan ma'lumotlarim Telegram kanalimda bor. Har bitta gullarga tavsiflar berib ketganman. Ya'ni qanday ekish, qanday sug'orish kerakligi haqida oz-ozdan ma'lumotlar berganman. Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib ko'rishinglar ham mumkin. Ayniqsa meni har bitta videomga layklar qo'yib, qiziqib kuzatib boramiz deganlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tovuqlarni boqayotganlarga iloyim barakasini bersin deb qolaman. Hammanglar tan joninglar sog' bo'lsin.